Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 18-martdan 25-mart kunigacha bo'lgan ob-havo prognozlari bilan tanishing. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18, 20 va 23-martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21, 22 va 24, 25-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 21-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 martda 2-7 daraja iliq, 21-25 martda 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-19 martda 13-18 daraja iliq, 20-21 va 24-25 martda 15-20 daraja iliq, 23-22 martda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 21, 22 va 24-martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 21-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 martda 5-10 daraja iliq, 21-25 martda 8-13 daraja iliq, kunduzi 18-martda 13-18 daraja iliq, 19-martda 15-20 daraja iliq, 20-22 va 25-martda 17-22 daraja iliq, 23-24 martda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18, 20 va 23-24 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 19, 21, 22 va 25-martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 21-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 martda 5-10 daraja iliq, 21-25 martda 7-12 daraja iliq, kunduzi 18-19 martda 15-20 daraja iliq, 20-25 martda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Faqat 20 va 23-24 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 21-martda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 martda 7-12 daraja iliq, 21-25 martda 10-15 daraja iliq, kunduzi 18 martda 13-18 daraja iliq, 19 martda 15-20 daraja iliq, 20-25 martda 20-25 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18, 20 va 23-24 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. 19, 21, 22 va 25 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 21-martda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 martda 7-12 daraja iliq, 21-25 martda 10-15 daraja iliq, kunduzi 18 martda 13-18 daraja iliq, 19 martda 15-20 daraja iliq, 20-25 martda
20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 21-22 martda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 18-20 martda 5-10 daraja iliq, 21-25 martda 7-12 daraja iliq, kunduzi 18-19 martda 15-20 daraja iliq, 20-25 martda 17-22 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol o'zgaruvchan yo'nalishda 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 18-20 martda 5-10 daraja iliq, 21-25 martda 7-12 daraja iliq bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.